Hammaga salom do'stlar. Har doimgidek sizlar bilan Rauf kanali. Bugun sizlar bilan kelishim kutilgan yashil kartali futbolchilarni ko'rib chiqamiz. Ularning har bittasi qanaqangi ko'tarilgan va darajalari nechaga oshganini ham har bitta yashil kartali o'yinchilarni birma-bir va qanday qilib ularni olish usulini hammasini birgalikda sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Ulardan birinchisi Kylian Mbappe. Kylian Mbappeni ko'rishingiz mumkin. 86lik darajasidan yashil karta bo'lganda 87 ga +1 ga oshgan ekan. Xo'sh, +1 ga oshgan va tezlanishlari, keyin esa shot darajasi va paslari ko'tarilgan. Keyingisi esa Ashraf Hakimi. Ashraf Hakimi ham 85 darajasidan yashil karta bo'lganda 86 darajasiga ko'tarilgan ko'rishingiz mumkin. Xo'sh, keyingisi bo'lsa Usman Dembele. Usman Dembele o'zi 26 da ham yaxshi o'ynayapti. Yashil karta bo'lganda +1 qo'shilgan. Dembeledan keyingisi Vitinha. Vitinha ham yashil karta bo'lganda +1 qo'shilgan va +1 ga oshgan. Keyingisi esa Salah. Salah 26 da 85 ga tushgan. Shuning uchun yashil karta bo'lganda bu 86 bo'lgan. Bundan keyingisi esa Gabriel. Bilasizlar, Gabriel 83 dan 84 ga ko'tarilib, yashil karta bo'lganda esa yaxshi o'ynagan uchun +1, ya'ni 85 reytingga ham ko'tarildi. Xo'sh, undan keyingisi Yamal. Bilasizlar, Yamal ham juda ham yaxshi o'ynayapti. Hozirda u 85 dan yashil karta bo'lganda 86 ga ko'tarilgan. Xo'sh, keyingi yana bir Barsa o'yinchisi Pedri. Pedri ham 85 reytingdan 26 da yashil karta bo'lganda 86 ga ko'tarilgan. Xo'sh, bu yerda bizda Donnarumma bilan Harry Kane qolib ketibdi. Albatta ular Donnarumma 86, Harry Kane esa 87 reytingga ko'tarilgan. Bu yashil kartalar hozirda 7-yanvar kuni kelishi kutilyapti. Menimcha hammaga 7-yanvar kuni keladi. Xo'sh, bu yashil karta futbolchilarni qanday olamiz desangiz, to'g'risi juda ham qiyin ekan. Har 15 ta ochasiz ekan, albatta yashil kartalar 15 tadan birida tushar ekan. Agar 15 marta ochsangiz 14-sidan ham tushmasa 15-sida 100% tushar ekan. Bu sariq agentdan tushadigan o'yinchi. Sariq agentdan ochasiz 14 marta, 15-sida albatta tushadi. Agarda sizga video yoqgan bo'lsa, albatta o'z fikringizni yozing va obuna bo'lish va like bosish esingizdan chiqib ketmasa. Hammaga xayr.